Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Zenik Starman. Bu video bizni Dreamning do'stlari, ya'ni 5 ta ovchiga qarshi chiqishi bilan boshlanadi. Esingizda bo'lsa, birinchi qismini men tahlil qilib bergandim. Birinchi qismini o'zi biz chiqarib qo'yganmiz. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu videoni ko'rib bo'lib, chiqib birinchi qismini ham ko'rishingiz mumkin. Faqatgina unda boshqa mikrofonda gapirganman. U mikrofonda ovozim yaxshi yozilmagan va u oldin 3 oycha yo 2 oycha bo'lib qoldi u videoni chiqarganimga. Chunki o'qish paytida bo'lganim uchun hali vaqtim bo'lmadi. Hali qo'l tekkizganim ham yo'q u videoga. Shuning uchun o'ylab qoldim, endi mikrofon oldim va nima haqida chiqarsam ekan deb. Va bu video esimga kelib qoldi. Endi video chiqaryapman shu haqida. Agar hammangiz bilsangiz, bu uning eng yaxshi speedrunchisiga sakrash desa ham bo'ladi. U havoda mollaq turgan inventarda qayiq yasaydi va tirik yerga tushadi. Buni ko'p kishi ham bajara olmaydi, lekin ayrimlar bajargan. Masalan, men bajara olmasam kerak. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz kerak va u bajara oldi buni. Va do'stlaridan qochib ketyapti. Agar siz buni bilganingizda, bildim deb kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Kommentariya ochiq. Agar siz buni men chiqarganimdan kechroq ko'radigan bo'lsangiz, bilingki bu premyera bo'ladi. Hozirda u do'stlar bilan qochib ketyapti. Uning joni yarimta jon kamroq xolos va ovqati 2 ta xolos. Hozir zajgalka yasadi, ya'ni o'zbekchasi nima bo'lardi, esimdan chiqarib qo'ydim, lekin zajgalka deyveraylik. Hozirda u zajgalka yasadi. Hozir portal yasaydi speedrunchisiga. Sizlar hozir uni ko'rishingiz mumkin. Endi u nazarga ketayotgan vaqtda men sizlarga aytishim mumkin. Men bir marta biz 3 ta do'stim ulanib o'ynaganimizda bekinish uchun men shuni 2 ta blok pastga tushganman-da, uni ustimdan bekitib qo'yganman va o'tirib turganimda topdim, men qaydaligimni deganman. U sal xiraroq bo'lgani uchun menga yordam bergan, lekin baribir mashinalarimni topib olishgan. Chunki oshnam bittasi yonimda turgan edi. Hozirda Dream Misr ehromini topib oldi va u yerdan TNTlarni olib ketyapti. Chunki u tuzoq qo'ymoqchi oshnalariga. Kuzatamiz. Sandiqdan ko'pincha yaxshi narsalar chiqishi kamroq foiz bu-da. Ko'p marta men ham ko'rganman, sandiqdan yaxshi narsalar chiqmaydi. Shuning uchun ko'proq foizda yaxshi narsalar tushishi mumkin. Bu kemada ko'p temir tushadi va olmos tushadi. Xaritadan siz sandiqni topib olishingiz mumkin va shu sandiqdan siz o'zingiz xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. Temirdan ham ko'proq topishingiz mumkin. Lekin shu blogerlarga qiziqaman-da. Mana ba'zi blogerlar nimadir Nastrokadan nimadir yoqib qo'yganda, har doim tushayotgan paytda har doim 3 tacha olmosdan ko'proq olmos chiqadi. Men shunga qiziqaman. Agar shunaqa Nastroka bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga ham yozib qo'ying. Endilikda hozir yozgi ta'til bo'ldi. Hammamiz yozda endi menimcha hammamiz dam olsak kerak. Shuning uchun men yaxshiroq kontentlarni chiqarib, sizlarga yaxshigina kачестводagi videolarni chiqarishga harakat qilaman. Chunki hozirda endi menda mikrofon bor. Maqtanish emas bu. Sizlar mazza qilib ko'rishingiz uchun yaxshiroq kачестводagi ovoz yozish uchun device oldim desa ham bo'ladi. Hozir unga yaxshi joy bermabdi. Minecraft menimcha bo'ldi. Bilaman, bu Minecraftda sizlarni ochgan meringizga qarab keladi. Agar siz o'sha 11 tasidan bittasini tanlagan bo'lsangiz, sizda shunday mer tushishi mumkin. Endi u tanlash bizning qo'limizda emas, chunki Minecraft randomli tanlab beradi. Lekin siz ключ generatsiyadan terishingiz mumkin. Hozirda u yana bitta biyomga o'tdi. Yana parkurlayapti, parkur nima deyishim mumkin? Parkurlayapti, mayli, parkurlayapti deymiz. Sakrayapti deyish kerak edi asli. Parkurlayapti. Qani?
ko'ramiz. Mana shunday lavali joyda 5 ta do'stiga qarshi chiqish bu juda ham qiyin. Hozir u ko'rishingiz mumkin, u sakraydi hozir. Hop. Orqachasiga blok qo'yib ketyapti. Hop, agar kimdir reklama olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, men kommentariyaga yozib qo'yganman raqamlarni, reklama uchun deb yozib qo'yganman. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop. Hozirda u nefritlarni o'ldiryapti, lekin nefritlardan hozir olovli shar uchib keldi. Bu uning jonini qanchadir qisqartiradi. Shuning uchun orqada ham nefritlar, hozirda do'stlari ham hujum qilyapti. U yerda esa qurituvchi skeletlar bor. Shunday kuchli bosimda u baribir ham eplolyapti. Lekin kimdir telefonda Minecraft o'ynab ko'rgan bo'lsa, Bedrock Edition juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun Dreamni ham tushunish kerak. Yuta olmadi, bunaqa bot ekan, unaqa ekan deyish mumkin emas. Lekin shu video olib ham shunday bosimda o'ynayotganini ham tushunish kerak Dreamni. Lekin yaqinda yetib borgan xabarlarni eshitishimiz mumkin. Bu yaqindami, yaqinda emasmi? Dream qo'lini sindirib olgan. Ya'ni hamki eng anaqa kerakli suyagi ekan, o'sha suyakni sindirib olgan ekan. Endi Technoblade ham biladiganlar bo'lsa kerak. Technoblade Minecraft afsonasi 2022-yilda saraton kasalligiga chalinib vafot etgan. Unda YouTube knopka bor edi. Lekin u vafot etgan. Har bir Bedwars yoki boshqa o'yinlarda umuman yutqizmasdan o'ynagan. Va biz 3 ta qahramonni bilishimiz mumkin. Birinchisi Technoblade, ikkinchisi Dream, uchinchisi Darkwiz. Darkwiz tanimaydiganlar bo'lsa, pushti siyoh rang va qora rangli odam. Agar bilsangiz, hozir ko'p kishining biografiyasini aytib o'rganman. Bu shunchaki bilmaydiganlar uchun fakt. Agar biladigan bo'lsangiz, mayli ko'ravering. Yana biz o'yinga qaytamiz. Hozirda u jonini ko'paytirib olyapti va hozirda unda temirli aslaha. Hop, u hozir nimadir pishiryapti. Go'sht pishiryapti. Agar dublyaj qiling deydigan bo'lsangiz, yozib qo'yishingiz mumkin, dublyaj qiling deb. Men dublyaj qilib beraman sizlarga agar xohlasangiz. Ovozim yaxshi bo'lsa, albatta sizlarga dublyaj qilishga harakat qilaman. Ammo hozirda jicha ovozim yaxshi bo'lmay qoldi. Ertalab turib nimadir tomog'imda bir g'alatiroq balg'amga o'xshagan narsa his qilyapman. Shuning uchun ovozim sal g'alatiroq chiqayotgan bo'lsa, oldingidan xafa bo'lmaysiz, chunki mening tomog'im og'riyapti. Wow, hozirda Dream eng katta kuchli zarba berdi bir ovchiga. Bilsangiz, tepadan sakrab turib urish bu juda ham qattiq narsa, kuch beradi va ko'p jon oladi. Hozir u Dream lavaga yiqilib ketishiga oz qoldi, ammo baribir tirik qoldi. Chunki mashq qilganda. Hammamiz agar mashq qilsak bo'ladi. Minecraftda ham mashq qilsa bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Armor stand olasizda bir joyga qo'yasiz va armor standda bilsangiz uni yurg'izsa bo'ladi. Baliq qarmoq olib turib, shuni o'ngga tashlasangiz, o'zingizga tortishingiz mumkin va urishingiz mumkin. Mana shuni bir sekundda, ya'ni birdaniga boshlasangiz, bu yaxshigina kuch olib keladi. Do'stlarni yengishga, ovchilarni yengishga yaxshiroq zarba beradi. Hozirda ular yana ketayotgan joyga ketdi, chunki u portalga qaytish kerak, chunki uni bu yerda qiladigan ishi yo'q. Menimcha. Albatta, men ham hozir sizlar bilan birga ko'rib turibman, birga tahlil qilyapmiz desam bo'ladi. Men ham oldindan tahlil qilmayman, ammo boyagi joyini qanday bildingiz deb so'ramoqchi bo'lsangiz, men shunchaki shorts ko'rayotganimda chiqib qolgandi.
video sizlarga yoqyaptimi, yoqmayaptimi, shuni ham yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq. Shunchalik kачестводagi videolarni olish ham oson emas. Oldinlari men bloger bo'lmagan vaqtlarim Artifaktni ko'rardim. Ammo hamma biladi endi Artifakt kimligini. Nimaga mana shu blogerlar ko'p vaqtlardan keyin video chiqaradi deb o'ylardim. Bir haftada bir video chiqarardi, esingizda bo'lsa agar. Endi o'zim ham tushunyapman. Videoni montaj qilish, unga ovoz berish yoki boshqa ishlar. Bir qarasangiz Creeper nimadir qilib ketishi mumkin o'yin vaqtida. Shunaqa ishlar bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun bir haftadan ko'p vaqt ketar ekan. Yaqinda o'zim ham video chiqaraman. Mana ham ko'rishingiz mumkin. Do'stlarim bilan onlayn video chiqaraman. Hozirda yozgi ta'til bo'ldi. Endi biz maza qilib video chiqaramiz. Sizlarga esa maroqli tomosha. Hozirda menga bu mikrofonda gapirish juda ham qulay bo'lyapti. Oldingi mikrofonni qo'limda ushlab gapirardim. Hozirda bu mikrofonimda esa o'zini shtativi bor. Shuni qo'yib qo'yaman, o'zim gapiraveraman. Mazza bo'lyapti. Hammangizga nasib qilsin, podpishchiklarim, obunachilarim. O'zbek bo'laylik. Yo'qsa endi Dreamning ham bu yerda qiladigan ish qolmadi shekilli. Olovli tayoqchalarni oldi. Endi portalni qidirish kerak xolos. Hozirda u AFKdagi o'rnadigan o'ram oldi va jonini ko'paytiryapti. Va bilsangiz hozir qayerdan kelgan bo'lsa, o'sha yerga ketyapti. Yana ko'pchilik biladimi Technoblade'ni o'zini iborasini. Agar kimdir biladigan bo'lsa, aytib yorsin. Men bilaman. Lekin sizlarga ham qiziqyapman. Shu kommentariyaga yozingchi, uning eng yaxshi iborasi nima edi? Boshi T'dan ketardi. Mayli, yo'qsam endi podskaska qilib qo'ymayman, ya'ni aytib qo'ymayman. Savollar sizlarga. Endi sizlar ham topishingni kerak. Menimcha hamma bilsa kerak, bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Minecraftga qiziqqan odamlar hammasi Technoblade'da bilsa kerak. Bu degani Dream yomon, Technoblade zo'r demayman. Hammasi zo'r. Hammasini nuqsoni yo'q, hammasi yaxshi. Ammo Technoblade yaxshiroq o'ynaydi. Hozirda Dream ham yaxshi o'ynaydi. Technoblade ham. Hozirda ko'rishingiz mumkin. Hozirda u cho'chqa o'ldiryapti, chunki u jonini ko'paytirib olish kerak. U bloklarda sakrayapti, chunki agar pastga tushib oladigan bo'lsa, cho'chqa nechadir udarda uni yoqib tashlashi mumkin. Agar bilsangiz, u bir marta o'ladi. Xuddi hardcore dunyosida o'ynagandek. Agar bir marta o'lsa, bo'ldi, u o'yinda yutqizdi degani. Shuning uchun u umuman juda ham narsa spokойно yurish kerak desa ham bo'ladi. Hozirda u jonini ko'paytirib oldi. Shu bilan bizning ikkinchi qism videoyimiz ham tugayapti. Uchinchi qism videoyimiz nechta laykdan keyin desam bo'ladi? Mayli 50 ta laykdan keyin uchinchi qism videoyimiz ham chiqadi. Iltimos ko'proq obuna bo'linglar va layk bosinglar. Shu bilan bizni ikkinchi qism videoyimiz ham tugayapti. Uchinchi qism videoda ko'rishguncha hammaga xayr. Reklama uchun men pastga yozib qo'yaman, reklama uchun mana shu nomerlar deb. Hammaga xayr do'stlar.